Jadidlardan kimni taniysiz aka? Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy misol uchun. Abdulla Qodiriy asarlaridan qaysi asarlar bilasiz? O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon. Mehrobdan chayon. Mehrobdan chayon. Asosiy qahramonlar aytib bera olasizmi? Hop, asosiy qahramoni Anvar Ra'no, Ra'noning otasi Solih Maxdum, adashmasam ismi. Aha. Sizning bu yerda o'z qahramoningiz qaysi? Ya'ni Mehrobdan chayon asarida. Asarda Anvar nisbatan yaxshiroq, lekin to'laqonli qahramon sifatida ayta olmayman, lekin Anvar men uchun qandaydir boshqacharoq rol o'ynaydi. Sababi u ancha qiyinchilikdan katta bo'lgan, yoshligida yetim bo'lib o'sgan, onasidan kutilmagan farzand bo'lganligi uchun aynan shunaqa holatda tug'ilib ham keyinchalik o'sha o'qishi, ilm o'rganishi natijasida hattoki xonlik nimasiga yaqinlashgan, xonlikdagi ishlarga. Yana bitta narsa bor, asarda o'sha lavozimga ega bo'lgandan keyin Anvar insonlarga xonlikka arz yozishga yordam berishni boshlaydi. O'sha vaqtda ham u kelgan odamlardan qo'shimchasiga pul olmaydi hech qanaqasiga. Aynan mana shu jihati ham menga yoqqan. Vijdonan ishlashga harakat qiling. Vijdonan ishlash. Rahmat sizga.